Yeni üçparçalık haqida qissa bakarak yoqtiramsiz yoki ko'n üçparçalık haqida qissani? Hem yeni üçparçalık haqida qissani televiziya teatrini nurg'unlar yoqtirdi, shaxsan o'zimni bak yoqtirman. Hamda bu televiziya teatrini ishlashda albatta bu doim bu yerda ishlagankin ko'nsi qaraganda texmi bir yaxshi ishlaydi deb o'ylaydi, shunami? Onun keyinda yeni üçparçalık haqida qissa qarsak, ko'nisida tasvirlangan ba'zi yerlar yaxshi tasvirlangan, hem ko'n üçparçalık haqida qissa chiqadigan ba'zi yerlar chiqmagan. Masalan, Liubeylarning eng dastlab nim bo'lib tunishib qoldi, tunji qatim chapqulliq nim bo'lib qasam ichishdi. Jugulyanning Mingxuni 7 qatim tutib 7 qatim qo'yib bergini deganga o'xshash ko'rinishlar. Yana Mingjanlardan Janvey degan Batur Sangun qatorliqlar chiqmagan. Endi bu yeni üçparçalık haqida qissani ishlashda bu yerda Davyan guruhiga bu juzuga eng taskaga ish bu yerda qoni qanday qilish, suratni qanday qilish to'g'rishaverish emas, balki televiziya teatridagi tanlangan rollarga, tanlangan obrazlarga, tanlangan artistlarningki o'zining rolini xolamasligi nəhayət qiziqarli bir ishlar chiqqan bu yerda-chu. Masalan, Savsovning rolchisi Chinjanbinning eng dastlab buningga boshqa bir rol taqsim qilingan, boshqa nəhayət muhim bir rol taqsim qilingan. Biroq bu üçparçalık haqida qissaman Savsov obrazini bak amraqdi, bak yoqtirib yurdi, mashni men chuqum yaxshi yorita olmaydim deb Davyan qayta deb yurib, buningni burun o'zdalik mashq qilib jo'aldin Savsovning rolini. Bu yerda o'rindab turib qanday olayotgan deb yurib, oxiri bu yerdagi rejissorning ma'qulligini olgan. Shuning bilan bu Savsovning roli bunga berilgan bu xo'shalligida naq maydon yuzib, film tatbiqotning o'zida jibo qilib, shirbi urishini jibo qilib turib, sunchani tirik tutamaymiz bugungi jangda deb jiboda jangdoni ilib elni birlikka keltirib atqili tas qolgan. 谢谢老铁们的礼物。金州唾手可得，明天我们去找孙权小儿。 Endi Liubeyning rolchisi Liu Hewei. Endi buning eng dastlab Savsovning obrazini yaratmoqchi bo'lgan to'q. Chunki bu yeni bir televiziya teatrida Savsovning rolini bir qatim yaratib baqqan, shunami? Endi mayad yeni bir qatim yaratsa, birinchidan o'ziga nurg'un gaplari, qiliqlari yoda sel oson yarata oladi. İkinchidan, oldin qatim yaratgandan keyin bu televiziya teatrini ko'rib, "Opla, marolni mandig'aroq olsam bo'pti-ku" deya degan yerlar ko'ngilda bor-chu. Har qanday artistning shundoq ma'lum bir rolni yaratib, obrazini chiqarib qo'ygandan keyin, "Ey, mayada asli marolni mandig'aroq olsam bo'pti-ku" deydi g'ash. Shuning bilan bu mashta qilayimki deb o'ylasa, bu yerda Davyan zot umuman Liubeyni bergan. Liubeyni bergandiki bu, "Ya, men kechki bu yig'laydigan Liubeyning obrazini yaratdim, yo'q. Ham Jugulyanning obrazini yaratay" degan. Jugulyannikini bir bo'ldi degan, unda animani kimlar so'rsa, hammasinin rolchisi bor. Shular amal yo'q, "Ey, men zot Liubeynikini bergdak" deb Liubeyning obrazini yaratgan. Endi bu Liubeyning obrazi menimcha haqiqatan yaxshi yaratdi. Ilgari Savsovnikini yaxshi yaratdi-ku. Ma'noda Liubeyning rolini haqiqatan voyaga yetkazayotgan deb o'ylayman. Sizlar ham shunday o'ylaysizlar? Navbat bu voyaga yetkazib, noch yaratmagan bo'lsa, nurg'unlar Liubeyga o'shonmaydi. Shundaymi? Biroq uningki bu Liubey obrazi bak xo'lib ketmay, lekin Liubey obrazi mono bir yig'izga pet dahshatli xo'lib ketdi, chuan wang xo'lib ketdi. 接着奏乐，接着舞。 Hamdi ma Smayning rolchisi Lidahun eng qiziq. Buningga Smayning rolini burganligini bilib, bu qat'iy qolmaganchu. Ya, men bir Wujang Mingjangning rolini olay. Bosman Changshanlik Jovzulongning obrazini yaratsam deb turib olgan. O'ylab baqinglar, bu Smayning rolchisi Joyim bo'lib qolsa, qanday Joyim bo'lib qolar bu, shunami? Shuninglar bu sizning yeshing mas kelmaydi degandan keyin Joyimga yashang. Unda olsa men qayersan Huangjongning obrazini yaratay degan. Ve unug'im kelmaysa, o bu deganki bu mashta tanlaganki bu yerga Davyan zot kelib buni tushuntirib, "Voy Lilavshi, sizning yangiringiz rol olish martingiz bak yuqori. Bu vujanglarga undaq sizdek yuqori saviyalik, undaq yangisi bor rol olish martaba odam ketmaydi. Ular hoy to'ytab urush qilasiz bo'ldi. Sizdek yangisi yuqori obraz, chiroy, biyovchini voyaga tuzgan odamga Sumaydek danışman buluş kerak. Bu Sumaydga onda qiman, manda qiman, onda o'qan, manda o'qan deb tushuntirib, hatto eng oxirida men üçparçalıqning Shamilning va Sumay yig'idi Savsovning taxtini bosh tortib oldi degan bilgandan keyin, "Bo'pti, hamsa Sumayning rolini yaratsam yaratay" deb ani keyin yaratgan. Lekin haqiqatan muvaffaqiyatli yaratilgan shunami? Unda esa sizlar bir piyonlik beqillanadi, mushlarning rolchilari olmuş bitib qolgan bo'lsa, yani asildagidek muvaffaqiyatli yaratiladi, shunami? Bunday yeni üçparçalık haqida qissadan yaxshi yaratilgan deb o'ylayman. Sizlar ham shunday o'ylaysizlar? Film qilib, o'zinglarning bir fikrini qoldiringlar. Kechish bo'yicha davomli qarag'anlarsak bo'ldi. Rahmat.